Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Buxoroda Mang'itlar sulolasi hukmronligining o'rnatilishi va amirlikning tashkil topishi haqida qisqacha fikr yuritamiz. Bizga ma'lumki, Ostonxonlar sulolasi Buxoro xonligida borgan sari zaiflashib bordi. 18-asrning birinchi yarmiga kelgan paytda Qo'qon xonligi ham ajralib chiqib ketdi. Bundan tashqari 1740-yilda Eron shohi Nodir shoh Buxoro xonligiga hujum qilib, Buxoro, Samarqand va boshqa bir qancha katta shaharlarni egallab oldi. Bu esa Mang'itlar sulolasining saroyda hukmronlik qilishiga va asta-sekin hokimiyatni egallashga imkon yaratdi. Muhammad Hakimbiyning o'g'li Muhammad Rahimbiy 1747-yilda Eron shohi Nodir shohning o'ldirilganidan foydalanib, Abulfayzxonga ham fitna uyushtirib uni o'ldirdi va taxtga o'g'li Abdulmo'minni o'tqizdi, soxtaxon qilib va keyinchalik uni o'ziga kuyov qilib oldi. Keyinchalik borib uning va uning tarafdorlari hammasini qatl qilib, asta-sekin hokimiyatni o'z qo'liga kiritdi va shu tariqa o'zbek davlatchiligi tarixida 1756-yilda Mang'itlar sulolasi batamom hokimiyatga keldi va endilikda davlat Buxoro xonligi emas, Buxoro amirligi deb yuritila boshladi. Chunki Mang'itlar kelib chiqish jihatdan Chingiziylardan bo'lmaganligi uchun o'zlarini xon deb emas, balki amirlar deb atadi va Buxoro amirligi paydo bo'ldi. Shu tariqa 1920-yilgacha to Buxoroga mustabid sovet tuzumi bolsheviklarning bosqini sodir bo'lmagunga qadar hokimiyatda turdi va Buxoro amirligi bo'lib keldi. Shu bilan qisqacha fikrimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.